Akam 100% родной akras dedi. Aka, kraska umuman bo'lmagan, vtorichka, hech qanday Carfax yo'q va mashina idealniy состояние va bu mashinani Liboy avto doktor, avto klinika больницаga ham olsa ham bo'laveradi deyapti. Akam 83 ming родной probegda ne taksi Sonata Den 8 2020-yilga absolutni toza mashina dedi. 13500 dollarga. Hamma mashinaning o'zini senasi bor. Aka, bo'ldi. Arzonlari ham bor, lekin ular bilan solishtirmang. Yumshoq diskalarida ichlarini ko'rib o'tamiz. Elektropaket, obshipkani qarangda, bitta lishniy chiziq obshipkada yo'q. Probegiga 100% sootветствие qiladi. Salon sostenalari, ko'jalarning holatlari zo'r, multi-rul, lipistok rul, monitor, knopka rычаг, auto hold drive mode, podогрев сиденьялар, podогрев rul, ручной электрический, полосу движитель. Ha, mashinani probegi 83 родной. Ishondim chunki salon sostenani o'zi gapiryapti. Mana qarang, ne taksi. Do'stlar, родной akras. 20-yil 13500 dollarga kelishim yo'llari bilan egasini nomeri ekran pastda. Bugun 29 dekabr.